Diqqat, shoshilinch xabar! O'zgidromet 24-dekabr uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, chorshanba kuni yog'ingarchiliksiz o'tadi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 darajada sovuq, kunduzi 2-7 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol shimoli sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 darajada sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimoliy sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 darajada sovuq, 2 darajada iliq, ba'zi joylarda 7 darajagacha sovuq, kunduzi 5-10 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, 3 darajada iliq, kunduz 7-12 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Shimol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, 3 darajada iliq, kunduzi 3-8 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 darajada sovuq, kunduzi 0-5 darajada sovuq bo'ladi. Yog'ingarchilikdan so'ng O'zbekistonda ob-havo haroratining nisbatan iliqlanishi fonida atmosferada inversiya jarayonlari yana faollashmoqda. Bu mayda dispers zarrachalari pastki atmosfera qatlamlaridan to'planib qolishiga olib keladi. Dastlabki prognozlarga ko'ra, inversiya hafta oxirigacha saqlanib turadi.